Men hozir sizlarga 500 ming dollarlik tajribani ko'rsataman va ishoning, bu sizning xayolingizga kelgan narsa emas. Biz mana bu ulkan binodamiz va biz hatto kosmosdagi kabi uchib yuribmiz. Buni qaranglar va biz hatto yer qa'rida hayvonlarni tomosha qilyapmiz. Qanday ajoyib va boshqa tajribalarni albatta sizlar bilan birgalikda tomosha qilamiz. Qani o'rindiqlaringizga mahkam joylashib oling. English Times boshchiligida obuna bo'ling va biz tarjimani boshladik. Va biz eng arzon yo'l $1 2 daqiqaga tuyamindik. Ha, yaxshi. Va biz ketdik. Oho, qattiqroq o'sha. Nima? Qattiqroq. Endi bilindi. Men Misrda ekanligimda va mana bunday bo'lsa yaxshi bo'lardi. Ha, juda bilish qiyin ekan. Nimasi qiyin? Ha, ko'rdingchi, qanday qiyin? Ha, endi tushundim. Ozgina qoldi. Va biz endi nonushtadan tushlikka ketdik. $10 ming tajriba. Bu yerda ajoyib oshpaz ishlaydi. Kichkinagina oshxonasi bilan va manzara qanday ajoyib. Ha, yaxshi. Bu juda ham kattaroq ekan. Yaxshi. Yaxshi do'stlar. Va bu ayolni qarang, u mana bunday usulda ovqat pishiradi. Zo'r-ku. Mr. Beast, ha, mana ovqating. Yaxshi-ku. Pishdi, qoyil. Menga yoqdi. Sizlargacha? Ha, ajoyib. Buni qaranglar. Bu yerdan yeyish qanday ajoyib. Ha, to'g'ri aytasan. Bu yolg'on emas. To'g'ri. Ana ketdik. Ana endi biz mazza qilib bu yerda o'yin kulgu qildik va sizdan men eng yaxshi oshpaz sifatida so'ramoqchiman. Bu shokoladni tatib ko'ring. Hamma narsasi joyida, ta'mi joyida, me'yori joyida. Ha, Mr. B shokoladini oling. Walmartda. Ha, yaxshi. Endi biz $50 ming sayohatga ketdik. Bolalar, nega bu $50 ming? Chunki u chiroyli. Yo'q, bu kuniga. Nima? Va biz yer qa'riga tushamiz. Chandler, Carl. Qani ketdik. Biz sakramaymiz. To'g'ri aytasan, biz sakramaymiz. Va biz bu yerga nihoyat yetib keldik. Ha, biz yetib keldik. Va buning ichkarisi juda ajoyib xonalar ekan. Baliqlarni suzib yurishini qaranglar. Va bu yerda biz xohlagan narsamizni qila olardik. Karl tomosha qilardi va biz bu yerlarni olib chiqdik. Hamma yoq ajoyib. Yaxshi. Va biz bu yerda o'tgan juda ko'p sarguzashtlarni ko'rdik. Hoy, jim turinglar, hammangiz jim turinglar. Ha. Orqangda akula. Ha, ushondi. Va biz bu yerda boshqa sarguzashtlarni ham boshimizdan kechirdik va boshqa do'stlarim Afrikada yurgan edilar. Qaranglar. Ha, to'g'ri aytasan. Mana Kenya, Afrika. Biz bu yerga kelishimizga ruxsat bergan yaxshi bo'ldi-da. To'g'ri aytasan, bu yerdagi hayvonotni ko'rib yuramiz. Ha. Voy, qara. Sen uni cho'chitib yubording. Ha, qattiq baqirmashim kerak edi. Va biz boshqa yerni ko'raylikchi. Zebralar. Ha, yaxshi. To'g'ri aytasan. Ha, ketdik. Zebralar. Biz bu yerda Chandler bilan maza qilayotganimizda ular bu yerda qara, bu yer haqiqiy xasdek o'xshaydi. Ketdik. Qara. Xuddi ha, baliqlarning o'zginasi. Ha, qara, baliqlar qanday ajoyib. Va hoy, og'ayni to'xta. Hoy, og'ayni, hech bo'lmasa sen to'xta. Uni cho'chitib yubormasimiz kerak. Aks holda hamla qiladi. Yo'q. Ha, cho'chitmasligimiz kerak. Uni jahl chiqardik. Va biz bu yerda zo'ra qolib, voy xudo, qara. Arslon. Arslon. Qara, Arslon. Biz nima qilamiz? Bu sher-ku. Xudo. Salom do'stim, salom. Ha, bu juda ham qo'rqinchli manzara edi, ammo ular indamadi. Va biz bu yerda qolgimiz kerak edi-ku. Ammo bundan keyin $250 ming sayohatga ketdik. Ushbu samolyot juda tepaga uchadi va bu yerda gravitatsiyani yoqadi. Ha, shuning uchun unda uchish $250 ming. Va biz endi qani gravitatsiyani yoqdik.
Bunga ishonmayman. Jimmy. Rahmat. Mana senga. Ha, biz mazza qilyapmiz. Va gravitatsiya o'chiq. Har doimgidek. Va endi yana yoqmoqchimiz. Qani, kim birinchi borish? Men. Yo'qman. Men hech qayoqqa bora olmayapman. Nolan yutqizayapti. Biz yutdik. Biz yutdik. Ammo Karlda yangi fikr bor edi va bu fikr asosida yigitlar. Voy xudo. Voy xudoyim. Va biz endi gravitatsiyani yana yoqishdan oldin mana bu narsani sinab ko'ramiz. Ha, sen tayyormisan? Men ajoyib narsani o'ylab topdim. O'yinchoqni shunchaki ochasiz, ichiga suv quyasiz va uni qattiq silkitasiz. Ichidan ajoyib ikki o'yinchoq chiqadi. Men qilib ko'rishim kerak. Ushbu o'yinchoqlarni Mr. Beast AQShda sotmoqda. Ushbu o'yinchoqlarni xarid qilish uchun Walmartga qabul qilishingiz ham mumkin. Walmart saytini biz o'z kommentariyalarimizda yozib qoldiramiz. Qani bo'lmasam tarjimaga ketding yigitlar. Bolalaringiz uchun ajoyib o'yinchoqlar. Bu meniki. Yo'q, meniki. Bu o'yinchoqlar hatto AQShda ham tugab bormoqda. Ha, to'xta, bu meniki. Yo'q, ber. Bu meniki. Buncha zo'r bo'lmasa. Men seni yutdim. Va biz maza qilyapmiz. Ana endi gravitatsiyadan biz to'ppa-to'g'ri $500,000 joyga o'tamiz. Bu $500 joy. Va ishonavering, sizning xayolingizga kelmagan narsalarni davom etamiz. Va biz bu yerda hamma narsani bajaramiz. Yaxshi. Doimgidek Dubai. Bu shahar juda ko'p yillar avval tiklangan va biz bu yerni ko'rib chiqamiz. Qaranglar, Burj Xalifa. Kelajakda biz mana bu yerga chiqamiz va undan keyin biz turli-tuman hodisalarni siz bilan o'tkazamiz. Qani ketdik do'stlar. Qani ketdik. Va biz bu yerdagi mehmonxonalarni juda yaxshi bilamiz. Bu yer juda ham shinam, qulay joylar. Bular juda zo'r va bu yerda ajoyib yotoqxonalar va hatto voy xudoyim. Voy xudoyim. Qo'rqib ketibman. Tashrif buyurdingiz Atlantisga. Biz hammamizni yaxshi ko'ramiz. Karldan boshqa. Bezbet ekan. Bezbet voy, nima deyapsan? Qaranglar, akulalar suzib yuribdi-ya. Biz kelajakda mana shunday holatga tushamiz va buni sizlarga ko'rsatamiz, to'g'ri aytasan. Hatto uchib tushamiz. Nima deding? Uchib tushamiz. Kalang joydami? Bu qo'rqinchni tasavvur qilib bo'lmaydi. Va biz bu yerdan ajoyib joyga keldik. Bu yerda Lamborghini'lar bor. Hammangiz minib oling. Ketdik. Lamborghini. Men Lamborghini'ni juda yaxshi ko'raman. Shu yerda bir fakt aytib o'tmoqchiman. Mr. Beast Lamborghini'ni juda ham yaxshi ko'radi, ammo sotib olmaydi. U ko'p qismini, ya'ni pulning ko'p qismini xayriyaga tejaydi yoki yangi kontent tayyorlaydi. Lamborghini'ni juda qattiq yaxshi ko'raman degani, u har doim buni sotib olib, birovga berib yuboradi yoki sotib yuboradi. Juda bo'lmasa, hozir ko'radigan vaziyatingiz bo'ladi. Hozir English Times rahbarligida siz Lamborghini'ni kimga berib yuborganini ko'rasiz va tarjimaga qayting. Karl! Qani ketdik. To'xtab qoldi-ku. Juda ajoyib, tasavvur qila olmayapman. Va Karl bu ishni ajoyib bajardi.
Men Lamborghini'ni yaxshi ko'raman. Ha, Lamborghini ajoyib. Va biz bu yerda sayohat qila va nihoyat bu yerga keldik. Hoy, menga obuna bo'lganmisan do'stim? Ko'raylikchi. Ha, obuna bo'lgan ekan. Mana bu Lamborghinining kalitini olmoqchimisan? Iltimos, boshqa odamga berib yuboring. Voy xudo, bu qanaqa odam bo'ldi? Hoy, ofitser, menga obuna bo'lganmisiz? Obuna bo'lgan ekan. Bu Lamborghini sizga. Oling. Rahmat. Oho, peshni oling. Ha, yaxshi. Va siz ham obuna bo'ling va aylanishingiz mumkin. Hoy, do'stlar, qamoqqa ketyapsizlarmi? Voy xudo, tezroq tushib olinglar. Buni tasavvur qilmagan edim. Va biz bu yerlarda majlislarda bo'ldik. Ha, turli uchrashuvlarda. Ammo bu yigitdan g'alati so'rashdi. Ha, bu emas. Mana bu. Ha, tasdiqlayman. Tabriklayman deng. Hoy do'stim. Va bu yerda ajoyib do'stlarni ham uchratdim. Rusel shu yerda ekan. Va biz bu yerdan ajoyib mehmonxonada qoldik. Va biz bu yerdan pinglar oldiga ham bordik va maza qildik. Bu yerdan va nihoyat mana bu yerdamiz. Siz kutgan joy. Qaranglar, ularning nima qilayotganini. Bu ahmoqona ish. Xayr. Hayotingizni, umidingizni uzing. Voy xudoyim, nima bo'ldi bular? Men dengiz qiroliman. Bekorni aytibsan, men qirolman. Sen bekorni aytding. Bu dinozavr. Qanday ajoyib baliq. Ha, ular shunchaki mening nafasimni qaytarishyapti. Va men bu yerdan undanda ajoyib joyga keldim. Bu restoranga o'tirib oling, yigitlar. Nega Jimmy oramiz uzoq? Bilmadim. Va biz menyudan boshlaymiz. Xo'sh, ovqatingizni keltiring. Tezroq keltiringlar. Xudo, nima bo'ldi bu? Biz birinchi taomimizdan boshlaymiz. Qani yeb ko'raylikchi. Ha, yeb ko'raylik. Juda yaxshi ekan. Ha, endi nima bo'lar ekan, ha? Bu ko'rib turganingiz AI texnologiyalari. AI Technologies deb ataladi. Ushbu ko'rganingiz, Mr. Beast ham buni ko'rib lol qolgan. Ushbu ko'rganingiz yangi texnologiyalar bo'lib, bu orqali hamma narsa yaratish mumkin. Ixtirolar cheksiz. Bu yerni o'rganib olish uchun IT ni o'rganish kerak. Mr. Beast ham bunga qiziqib qolgan ko'rinadi. Voy xudoyim, qaranglar. Hatto mana bu yerda Malius suzib yurgandayligini ko'ring. Va bu yerda Mr. Beastning ovqatlarida, hatto suvida qo'l ham unga ergashib yuribdi. AI texnologiyalari juda ham rivojlangan. Qani shu gapni eshitsangiz, kommentariyada AI texnologiyalari haqida qisqacha ma'lumot berib o'taman. Xo'sh, tarjimaga kelsak do'stlar. Bu yer menga yoqdi. Menga ham. Voy, bu kimni kallasi? Men emasmi? Chandler. Voy xudo, tavba. Va biz bu yerdan eng qo'rqinchli joyga kelamiz. Qani ketdik. Undan oldin binoga kirishchi. Qaranglar, bu Dubayning markazi. Dubay ko'rinib turadigan joy. Juda zo'r-ku. Bu yerda turishning o'zi bo'ldi. Bu yer axir 650 futda. Buncha katta bo'lmasa. Bu yerdan butun Dubay ko'rinib turadi. Bu yerda yana basseyn qurganini aytmasizmi? Jimmy, qara. Hoy, kamerani ol, ahmoq. Shaharga razm solaylik. Zo'r. Yaxshi. Sen gapir. Men gapiraymi? Sen. Bassenda biz bir necha vaqt bo'ldik va undan keyin biz eng qo'rqinchli xatarimizga tayyorlandik. Qani bo'linglar. Nima qilyapsizlar? Biz burada eng dahshatli sayohatimizni boshlaymiz. Samolyot uchyapti. Agar men vafot etsam, hali ham YouTube'ga videomni joylanglar. Menga oyab kerak. Yo'q. Men yo'q bo'lib ketaman shekilli. Yo'q. Xavotirga olmang yo'q do'stim. Biz buni ko'rib turamiz. Buni qaranglar. Voy xudoyim, albatta birinchi bo'lib mening do'stim Karldi. Oxirgi so'zimki, men seni yomon ko'raman.
Voy, to'xta, aylanayapman. Voy xudoyim, Jimmy endi navbating. Xayr, Jimmy. Voy xudo. Juda qo'rqinchli. Qaranglar. Men chayman, hammasini aldadim. Salom. Voy xudo. Karl, dahshatli. Ha, endi o'zi keldim. Ha. Oddiy Mr. Beast. Voy xudoyim, yerga qarashga qo'rqaman. Voy, o'laman. Tirik qo'ldimmi? Voy xudo. Endi qaytolmayman. Va Chandler u havoda ham emas, ham emas. Nima bo'ldi? Chandler o'z aytganda turib oldi. Uchmadi va biz endi eng yaxshi sayohatimiz Burj Xalifaning cho'qqisiga chiqishdan iborat. Ha, do'stlar. Ha, biz buni uddalaymiz. Yaxshi. Biz uning cho'qqisiga chiqamiz. Ha, Burj Xalifaning cho'qqisiga kamdan-kam odamlar chiqqan. Buning bir qismini liftda bajardim, ammo la'nat lift ham oxirgi emas ekan. Ha, bu yog'ini bitta 5 ta odamni qiynab zinadan chiqarishdi. Ha, juda ko'p zina bor ekan. Ha, Mr. Beast tay odamni qiynashadi. Tavba. Xo'sh, Mr. Beast kim deb o'ylayapsiz, do'stlar? Meni kim deb o'ylaydilar? Men bu yerga shunday chiqamanmi? Xudoyim, bunchalar og'ir mehnat, ammo menda hali ham borda, xudo. Men qayda chiqdim va juda toldim, xudo. Bu video qanaqa chiqqani? Ha, ko'rasiz hali. Hoy, maza qilma, abjag'ingni chiqaraman. Men Mr. Beastman. Qanoatlan va men o'z maqsadimga erishaman. Ha, men. Voy xudo. Qancha qoldi? Voy xudo. Men Burj Xalifaning cho'qqisidaman, do'stlar. Qaranglar. Yaxshi. Xudoyim. Qandatya. Voy xudo. Bu juda g'alati joy. Manzara, do'stlar. Ha, biz hammangizni yaxshi ko'ramiz va agar bu video yoqsa, bittadan like bosing, do'stlar. Ha, obuna bo'ling. Mr. Beastni yoqtirganlar uchun nima maxsus loyiha? Ha, English Times sifatli tarjimon. Bu video sizlarga yoqqan degan umidmiz. Agar ushbu video yoqqansa, bizni qo'llab-quvvatlang va obuna bo'ling, do'stlar. Sizlardan shu qolamiz, xolos.